Har kuni maqsadlaringiz aniq amalga oshishi uchun albatta bu amaliyotni tunda uyquga yotishdan avval qo'llab qo'yishni unutmang. Kechasi uyquga yotishdan avval qo'lingizga ko'zgu olsangiz ham, ko'zgu qarshisiga borib bajarsangiz ham bo'ladi. Ko'zgudagi ko'zingizni markaziga qarang, ya'ni ko'zingizning gavhar qismiga qarang va 7 marotaba ushbu so'zlarni ovoz chiqarib takrorlang. Kuchli ishonchda takrorlang. Men cheksiz serobgarlikka loyiqman. Men juda kuchli ishonchdaman. Baxt va muvaffaqiyat doim men bilan. Men nimani xohlasam hammasiga shu onda erishaman va men xohlayotgan narsalar doim sodir bo'ladi. Men seni sevaman. Bu yerda ismingizni aytasiz. O'zingizni ismingizni. Men seni sevaman Dilnavoz. Va kunlik rejalaringizni amalga oshgandek o'zingizga gapirasiz. Misol uchun, Dilnavoz, senga bugun plastik kartanga shuncha summa oson va yengil yo'llar bilan kelib tushadi yoki naqd pul ko'rinishida qo'llaringga kelib tushadi. Rejangiz bor, qayergadir borib nimadir xaridni amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, o'sha ertangi kuningizni o'zingizga aytasiz. Sen ertaga mana shu joyga borasan, mana shuncha summaga shu mahsulotni olasan yoki mana bu shartnomang muvaffaqiyatli imzolanadi. Barcha rejalaringizni xuddi shunaqa qilib o'zingizga aytasiz va uyquga yotasiz. Buni har kuni bajarsangiz, ishonavering, kuningiz siz xohlagandan-da ziyoda o'tadi. Bundan ham kuchli texnikalarimiz bizning Telegram kanalimizda mavjud. Telegram kanalimiz linkini esa opisaniyadan topishingiz